ovozini talishig'i yangrat sen qilalaysan degan bir madadlashi yoki bo'lmasa shu ishni sen qilalaysan deb bir topshirgan alayda vazifasi bo'lsa kerak. Allohga hamma ishlarimni o'ngishli qilib, mushunchalar cho'ng sinoqlardan o'tib 2018 birinchi ayning 30 kunisi muvaffaqiyatli holda vatanning chegarasidan o'tib Pokiston mushu xatni amaliyotda men Oydirimga berishim kerakdi. Oydirimga bir asli nusxasini Oydirimga berdim. Naytimi ching o'tganlarda o Oydirimdimi men lagerga kirishdan burun bir liftdek bir narsaga o'tadiq dedim-ku, turg'azdi, oldiga mangdi, keyniga mangdi deb. Hech qanday Xitoyni o'tag'izmay, shu hatto ig'rayoq demay, shu Oydirimninki shu liftga o'tag'izdi meni, bolalarimni hammasini. Shu kunisi men biltan aeroportda ishkirga o'lkalarga mangdigan bir Uyg'ur ayol bor ekan, u ayolning ig'rayoq qo'zg'adi bor ekan. O ayol dedi, qara men buningga chiqmay, bu balaga balaga ziyani yetadi buniki, men bilaman. Men buningga chiqmasam bo'lamdi desa, balang qo'zg'andi, balang baliqiga doktorxonada isbot ekeldingmi deb bela xotin bilan urushib ketdi Oydirimda. Saqchilar vaqirab, chiqar deb ashadi. Shuni bilan bu Oydirimdami nurg'un, bianfang deymiz hamda bu. Nim deymiz, o'tadigan ya'ni. Chegirda o'tadigan saqchilar, umi saqchiga hisoblanadi. Ularning tekshirishiga qoldim. 1 soatdek. Chiqqanda og'zingni yum, ortiq gap qilma, xudichu. Bag'andan keyin hech qanday vatanda bo'lgan gaplarni demaysan, bizning mishar bo'laqa ishlarni, ishki ishlarni deydi. Hech qanday gapni demaysan degandek, bolalardan tortib hammamizga yo'lishimni talab to'xtatib qo'yib, bu uchimizni, to'rtimizni, 3 balam meni bir uyga akirkitib, ashunda jiq gaplarni qilib, men uningga xotirjam bo'l, men hech qanday gapni demayman deb yag'an qasam va'dalarni berib, yana bir narsaga imzo qo'yib, aeroplanga chiqib Pokistonga 1-ayning 30-kunisi keldim. Kelib, bir oy endi men 2009 borgan. O chaqda 3-balammi bo'lmagan. 2009 mushu 6-ayning 29-kunisi berib 7-ayning 5-iyun vaqasi bo'lib ketdi. O'ng'uchilik men qaytamadim. Men 10 kunlik deb borgan Pokistonga tuqqan yo'qlash uchun. 7-iyun vaqasi yuz berib ketib, 5-iyun vaqasi yuz berib ketib, men 10-ayning 15-kunisi aş Pokiston bilan Qashqardagi chegir yo'l chegirsi aeroplan mangamidi, ya'ni aş chegirdan o'tgan. Uninggacha berib baxmagan. Shuning bilan biz shu 1-ayningki 30 bordik. Shu bordik, tuqqanlar bilan ko'rishdik, uni buni qildik. Bizning maqsadimiz ketmaslik endi, bo'ldi, chiqib oldik. Nimamiz qolsin degandek. Hatto ras shu chegirdan chiqadigan vaqtimda mening bir to uyam batdi. Bu ma gap qilib qopdim, men qistirib qo'y hozir. Mening bir to uyam qoldi. Atrofdagi hamma uylarni chiqibdi. Ash uyga kelganda 1.900.000 dak baho qo'yilgan uy Xitoy puliga hisoblaganda. Shuning bilan men bu pulni hammasiga pul berib, menga bagil unimidi o'yning pulisini. Menga uyamni bagin, pulni bagin, men chetga chiqmoqchi desam, hali Xitoy hozir videosi bor shu Xitoyning. Men u Xitoyga gap qilyapman, yo'lishim kaynidan turib, uni videoga evapti, u isbot bor menda. U Xitoy deydi, sen kelganda berma. Debchi, uy chaqidigan ishqadiki. Sen kelganda berma pulni. Hozir sen chetga chiqib ekansan, bu pulni berishga bo'lmaydi degandek. Men uzoqroq turib qolsam-chu desam, bo'ldi, sen kelgicha uy, men kelgicha chiqib olsang-chu uyamni debdimi desam, yo'q, mumkin emas, meni arz qil degan gapi bor. Meni arz qil. Bu uyingni sen kelgicha men chiqib olsam, meni arz qil deb. Hatto u uyni tijorat kinishkilari u uyamniki. Tijoratga bergan o yo'lning yaqinida yatdi. Shu Xitoy pulisiga 1.900.000 hisoblagan. Ash chetga chiqdi ekansan. Sen chiqqandan keyin beramiz bu pulni deb ash pulni bergil unmadi. Videosi bor menda, uni keyin ko'rsataman. Shuning bilan bu 2019 1-ayning 30-i Pokistonga tinch aman keldik. Bir oy urug' tuqqanlar bilan 10 yilni yaxshi ko'rishmagan urug' tuqqanlar bilan ko'rishdik. İsiyadımız bo'ldi, ketmaymiz deganlar gap bor. O'ng'uchilik men bir muddat chet eldagi Uyg'urlar bilan aloqa qilmadim. Chunki men Pokistonni o'zimga bexatar ko'rmadim. Pokiston bilan Xitoyning do'stligi bek yaxshi bilasizlar. U yerda men gaqig'ini unutmadim. Lekin mush portlab ketay deymanda, ichim teshib.
O'ng'ichilik mush akagan materiallarimni mang'ichilik mushu urug' tuqqan yo bo'lmasa do'st birodarlarninki mangdiganlardan ancha muncha mush materiallarimni sevitib turdim. Alaqi mangdiganda. Ashak bag'anda isbot qilma degan narsalarni. Ondan keyin Pokistonda bu materiallarni ratlashga boshladim. Biraqur tuqqandachilik, ko'rishish, tükkandan keyin bu materiallarni ratlab mush hammasini Xitoychini berilgan isbotlarimning hammasini Xitoychaga tarjima qildirdim. Inglizchaga tarjima qildirdim. O'ng'ichilik birinchi aydan ikkinchi ayninki natijasiga mushu Xitoyga kelinglar deyishdan burun biz Amerikaning vizasi bor pasportimizda. Debadimga birinchi qatam pasport bor deydi. Bizim maqsadimiz Pokistondan Amerikaga ketayli deb o'yladik. Chunki Pokistonda bir xil bexatar his qilmadik. Hattoki mangdigan vaqtidami bizni saqchilar qo'qatgan. Bizning har cho'ng boshliqlarimiz seni 5 minut qolmay, 2 soat qolmay, hozir Pokistonda bo'lsang, hozir Urumchida turmada ko'rsatadigan saqchilarimiz bor Pokistonda degandek, yalaqi 3 kun minishdan burun 3 kun yig'inashdi degan vaqtimda ular meni ashta qo'qatgan. Qo'rqdim. Pokistonda ancha muncha bir vatandagi gaplarni atrofdagilarga deyishdimmi qo'rqdim. Hamma odamni bir xil jasusdek bu gaplarimni deb qo'ydigandek ashunda. Lekin to'xtamay mushlarni qildim bo'ldi. Ketayli Amerikaga ketayli bu yerbek. Qarasangiz Pokistonga xuddi Xitoyda yashayotgandek. Nagili qarasangiz u yerda panos, bu yerda Xitoy bilan Jungoning bayrog'i. Yo'llardim shu. Yalaqi Xitoylarni alayda bek cho'ng ko'rib bu davlatdagilarchi. Xuddi bir narsa olsam bekorli Xitoylar. Oshunda qilgandan keyin bir xil vijdonim, g'ururim ko'tarmadi u yerda. Shunchalik tova, sen bir musulmon davlat. Biz musulmonlarni ular o'ltirib tugatyotdi. Bular nima uchun qarab turdi deb hatto yo'ldoshimga achchig'im keldi. Bu nima uchun bular qarab turdi? Bizni o'ltiribas bular bilmamdi deb. Lekin endi keyin tegiga yetdimkin, bu Xitoy to'g'riliq qandoq bir xabar. Uchur tarqalishdan 5 minut taqilib 5 minut qolmaylam buni Xitoy hukumatidan besim silib bundaq narsalarni taqatmaslikni. Bundaq uchurlarni demaslikni. Televiziya stansiyaları, muxbirlar har qanday yerga bunda Jungo to'g'riliq, Xitoy to'g'riliq bundaq uchurlarni taqatmasligini ham bakaliqi kontrol qilgan ekan bu yerda. Shunga xalqmi buning bunda ish bo'lganligini bilmaydi ekan. Hatto bir necha yerda bo'lgan endi yaqin tuqqanlarimiz deganlarga deb bersam, hatto yig'lab ketdi. Rost bu gaplarni anglabchi o'ngirga ketib yig'lab ketganlar bo'ldi. Tova, hozirgi mushu vaqtda mushunda ish bormi? Hay bu lanat bu Xitoyga degandekchu necha yerda ozroq bir qismini deb berganga bular lanat o'qib ketdi. Shuning bilan bu nurg'un o'zlarimi dedi, bu Pokiston xalqi bilmaydi buni. Mushta uchur har qanday uchur keldi Xitoyning uchuri bizga kelmaydi. Biz bilmabdik, biz hisobda bo'lamdi. Deydi Pak Chin do'sti deb. Pokiston, Chin degan Xitoy, Pak Chin do'sti yashsin deganda gaplarni qilib yuribdik. Voy lanat Xitoyga deb ketdi. Endi buningda bularda xatolik yo'q. Shuning bilan 4-oyning birinchi kunisi mushu ya'ni 3-oyning bu son menga ajoyib bir xil gap. 4-oyning birinchi kunisi 31-kunisi kechda biz 3-oyning 31-kunisi kechda Islomoboddan aeroportga bordik. Bu Xitoylar menga shu bormasligimda, kelmagan vaqtimda bu Xitoylar menga dediki, sen tez kelmasang biz sening pasportingni mushu vatanda turib, Xitoyda turib sening pasportingni mishada cancel qilamiz. Sen chet elga chiqolmaysan. Boshqa yerga borolmaysan. Tursang ashada tursa degandek. Lekin Amerika Washingtonning beltini oldim, yana menda bir xil dakudukchilik. Endi keldigan ekanmidim, bu pasport alaqi to'rda bormi, yo'qmi? Uchirvatdimi yo bu bundaq pasportni e'tirof qilmay Xitoy deb aeroportga keldim. Başta o'g'limninkini berdim, onunki chiqdi, meningki chiqdi, alaqi boarding kartamda bu kartalimiz chiqdi. Eng oxiri kichik qizimning chiqmadi qarab. Yig'lab ketyapman aydirimda, qanday qilaman deb. Bu aeroport nagala, qayagala tiqsaq bu pasportni boarding kart chiqmadi. Alaqi bir muddat kompyuterdan-chu. Shu bu qanday qilamiz? O yoqqa mangimiz, bu yoqqa mangimiz, bo'ldimish kichik qizimni deb men qilib qolamdim endi. Ash jariman to'lagan eng kichik qizimniki.
Şunun bilan bu yo'ldoshim yana bu tonish orqali telefon qilib yurish orqali bu Islomobod Aydirimdagi cho'ng boshliqlarni izlab tepib birdimdi. Bu nima uchun bu chiqmaydi? Bu to'g'ri yo'q deb chiqib oldi. Şunu bilan bu boshliqlar uni buni qilib qo'lda yezib bilaqini. Kompyuterdan chiqmadi unas. Bir turib o'zimga deyman bu qizimdan boshlab buni to'rdan ujratgan bo'lsa, biz ishtik avaldiq, amna ashunda bir xil kallag'imi keladi ekan-ku. Buni ujrishni boshlabdi menimcha. Men ishtik hozir meni chiqadigandan eng oxir qatim meni qilib oldim. Balet ag'anda bilalar ekan-ku Allohimni. Ya bu to'rdan ujratgan bo'lsa, bu qizimdan boshlab qilgan bo'lsa, bu hozir bu boshlabdi-da bu ishni dedim. O'ng'ocha aeroportdan bu cho'ng boshliqlar kelib bu qizimning pasportidan nimani xatar qilib buni chiqarib berdi. Shu Xudoga shukr deb bu aeroplanga o'tdik. Ansirdan bir taraf o'tirda bir Arabistonda, Saudiya Arabistonda 6 soat to'xtaydigan nima deydi bu aeroplan. Shu 5 soatmi 6 soat Saudiyaga keldik. Kelgandik 6 soat men shunchaki dakidikida. Endi qanday olib keta, Mishada bu Saudiyami yaqin Xitoy bilan bu qanday bo'ladi degandek dakidikchilikda o'tdi. 6 soat to'shdi, shuning bilan yana aeroplanga o'ngishli qoldi, o'tdik. O'ltirib shuning bilan Washingtonga 4-oyning 1-kunisi. 3 soat birlar bilan tushdik. Tushgandan keyin bu aeroportda tushdim. Yo'ldoshimni birinchi, ikkinchi qatim kelgan vaqtida aeroportda ancha-muncha bir tekshirishlar bo'ldi ekan. Sen qachon kelding, qachon ketsa degandek. Bu yo'ldoshim menga dediki, sen qo'rqma, seni cho'qim ayrim uyga akirib ketadi, ya gap so'raydi. Sen tilni bilmaysan baribir, lekin men chaqirdi shundaqdimi, sen manda javoblarni ber. Biz o'ynag'il keldik arayal. Biz o'ynab ketimiz yana degandek gaplarni qilamiz demayjumu deb meni ashadi. Deganda ha ma'qul. Harigiz unda demang dedim, ma'qul dedim. Deb endi Aydirimning ashu nimaga keldik qanaqa Bianfanga endi. Kelsak, shuning bilan u bo'lani akir ketib bordi, rost ashu yo'ldoshim degandeklar-chu, u pasportni bir mudda qopning ichiga soladi ekanlar, odamlarni apda kirkitdi ekan bir uyga so'rag'ili. Shuning bilan Aydirimga keldik, endi bu bir xil hayajonli gap. Bu aeroportdagi odam mening pasportimni ko'rib, China dedi deganda, shunga qilmay turdim, men kelganda. Mundali ichib, sen Uyg'urma deb boshladi dedi. Deganda shuni ular dedim, desam, "Wow, welcome to America" deb hech qanday gap qilmadi. Hech qanday bir gapni so'ramadi. Sen qanday kelding? Sen Amerikaga qanday kelding? Biz bunda pasportni saqlayapmiz, Xitoy, lekin Jungoda Uyg'ur deydigan. Sen Uyg'ur ekansan-ku deb meni Aydirimda ajoyib bir xilliqi. Xuddi sizni saqlayapmiz degandeklar. Welcome deb ketdi. Inglizcha bilmaydim men o'chada bu welcome deganda ne gapdi. Shu sen nimasi dedi yo'ldoshim, men bu mening balam, ayolim dedi deganda, sen keldingmi? Bundaq pasport bilan bundaq kelgan Uyg'urlar oz deb ishlarga diqqat qildigan o'xshaydi. Shuningdan men bu Uyg'urlarningki hozirgi bo'layotgan dunyodagi ta'sir kuchimizni bizga mana shu qirilyotidi, ezilyotidi degandek ashundaq hamma odam tunib yetganini, bizga bo'layotgan zulmlarni, Pokistonda nagil qarsam Xitoy bayrog'i, Amerikaga kelsam bir oddiy Aydirimda ishlaydigan, endi oddiy emas, endi bir Aydirimdagi ishlaydigan soqchidan tortib hammasigachilik bu ishlarni bilib yetganini, bilib mening haqiqatan Amerikani to'g'ri tanlaganligimni, hanim bo'lsa mishaga kelganligimni dedim. Haqni akir ketgan bilan meni akir ketmadi. Ham mendan gapni so'ramadi. Ham meni bak qarshi olganligini dedi. Pasportimga qarab Uyg'ur degan gapni ko'rib, bolalarimni akilatdi. Hatto meni ashu Sayman bardaga yerlarni o'zi ko'ztib, "Mayag barqsini saymanlaring ayada" degandek. Shunchalik yaxshi. Birinchi qadamda endi Amerikaga kelgandagi birinchi qadamim shunda qo'shib ketdim. Keldim, men bir Uyg'urni tunmayman bu yerda. Hech kimni tunmayman. Hech qanday tuqqanim yo'q, tunishim yo'q, hech kimni bilmayman. Oxiri kelib azroq bir oy o'rilishib yo'qib bo'lgandan keyin
mush akagan narsalarimizni rastaysam hamda materiallar bilan keldik. Bu narsalarni biz Pokistonda ratlab tarjima qilib, ashta bir so'mka qilib akagan. Bevosita men ya meni tashkilotlar izlagani yo'q, ya mening tashkilotlarni izlaganim yo'q. Hech kim meni izlab chiqib, menga guvohlik berang, Uyg'ur uchun demadi. Meningga ishga yotgan kunim ham meni naka yoki endi hisobda bir meyib taqib qo'ygan Xitoy hukumatidan, balalarimdan 2 oy ayrilib, balalarimni yig'zoriga qo'ygan Xitoydan mening zodi bir o'chamsam bo'lmaydi deb hattoki bir turib qo'rqma mishadimi masalan Xitoy deb tilasam miyadagi Xitoylar meni bir qanday qilamdi deb u yo'ldoshim menga to'xtamay deydi. Bu yerda hech qanday Shi Jinpingning rasmini sen so'rab o'ynasangmi, tosh etib o'ynab videoga chiqarsangizmi ishdan bo'lmaydi, xotirjam bo'ling. Bu endi boshqa bir dunyo deb menga endi birinchi turmada shikoyatdim, shuncha xorliqlarga uchirdim. U chaqlarda kallam hisobda meningmi endi biroq juyilmasimi, ozroq bo'lsimi juyildi degan gapda ishqayna ichida ancha-muncha qo'rqish, dakka-dukka o'tiramdi, chapamdi degandek ashla dakka-dukchiliklarda. Shuning bilan aloqalashib turib biz shu ya'ni Kanadadagi Ruqiya Turdishidan ga telefon qilib qilsak, shu bu Washington Postni birinchi qatim menga guvohlik berish uchun chaqirib berdi. Endi men birmi Uyg'urni bilmayman, o'choq tanmayman. Ruqiya Chamtiq Kanadada. O'choqda bular to'rdan qilmaydi, virus yo'q vaqt bo'lgandan keyin bevosita kelib tarjima qilganlar. Endi birinchi qatimliq intervyuni bergan vaqtimda bu yo'ldoshimning og'aynisi mening qishimda o'tirib bu guvohlikni tarjima qilib berdi. Endi u birinchi qatimda muxbirlar bilan ko'rishdim. Ikkinchi u yo'ldoshimning og'aynisi ba'zan gaplarni aniq uning oldida ba'zan bir padishapsiz gaplarni deyolmadim. Shuning bilan birinchi qatimliq intervyuimning o'zi Washington Post chiqdi. Chiqqandan keyin bu nayti qilaqi. Shu chaqdami yanala xijil bo'lmaymi shu operatsiya qilgandan tortib mush turmada ko'rganlarimning hammasini dedim. Degandan keyin buni Washington Post'mi xili tez taqaldi bu. Taqalgandan keyin anadan keyin bu Umar Qanat mush rahbarimiz bu atrofdagi Uyg'urlar yana birisi kelibdi degandek. Meni hech kim akagan yo'q. Men o'zim keldim, o'zimning iqtisodiga tayinib, o'zimning vizasi bilan keldim Amerikaga. Ham o'zim bir tashkilot va yoki bir shaxsning turibsida men guvohlik bermadim. Yo sen bera, yo oqutuldi, maqutuldi. Faqat o'zimning vijdoniga, o'zimga tatgan javri japarimga, millatimning ulayotganiga ham xuddi birlik yo'qolish girdobidagi dinozavrlar endi bir tal ya ikki tal qoldi tugaydi degandek ashundaq bir tugab ketadigan bir millat. Ashunda bir xalqni qutuldirish ham o'lib ketayotgan birinchi musulmon, ikkinchi millatim, uchinchi qarindoshlarim hammasi degandek. O'zimning vijdoniga yuz kilalashim uchun men shu guvohlikni berdim. Lekin pushaymon qilmadim. Men hattoki guvohlikni berib bo'liblam uzoq o'tmay menga aholilar komitetidan, ishxonlardan shu dadamlarni akirkitib, akalarimning yig'lab turib, dadam sog' chiqanda degan gaplardan tortib hozirgacha olib qo'ydim. Hech qanday so'zlamay, hech narsa gap qilma deb hatto shu Washington Post so'zlagandan keyin men butun urug' tuqqanlarimni yuvayotdim. Hech kimni aloqalashmayman. Hammanglarni Allohga omonat deb qo'ydim. Jug'uchilikchu yig'lab turib shu unadardan aloqalash nomerlarini yug'anda hammanglar Allohga omonat. Men sizlar bir ishinglarni o'ylasam millionlagan musulmon Uyg'urlarim millatim yashayotdi. Men qaysi bir sonlarni qilib bo'lay deb. Chunki menga bir ta'sir qilgan ish bu guvohlikni siz qanday bo'lib bergingiz kelib qoldi, qanday desangiz bu Mehrgul Tursunningki guvohligi bizning vatanda men bor vaqtimda bu guvohlikni mushtaq vatanga qarchaplash u bu degandek ishlar bilan bir ayol Misrlik to'y qilgan bir ayol mashunda guvohlik berib jahonni o'ntay qilyapti degan gaplar kallam shu batchu shuni bizga anglatib hatto undidarga chiqarib tillatqizib ashta qilgandan keyin biz aksincha uni voy Mehrgul yaraydi hanim bo'lsa degandek ichimizda uningga ming qata rahmat, ming qata hanim bo'lsa bu ovoz chiqmagandan keyin sirtqa bizning og'uzlarimiz mushni anglatibdi deb
Bu bir ilham bo'lgan menga. Men o Mehrgul so'zlagan vaqtida, guvohlik bergan vaqtida men vatandiku. Shuni tillatqizgan bizga. Mushu hozir xuddi meni ya men emas Pompeoni tillayotgandek, hamma bayroq chiqarganda shunda tillatqizdi. Hattoki undidarninki chemberiga mushuni qanchalik tillayolsanglar tillab yozinglar, avmo degandek. Shuni ular ashta qildik. Aşında tillab yozdik, lekin amaliyotda o'zimiz bir qo'shaldik bundan. Faxrlandik. Hanim bo'lsa bu yaxshi dedi, hanim bo'lsa yaxshi uqtiribdi, bizning ovozimizni yaxshi yetkazibdi degandek. Shunga xalqlarga qo'shib ketdi amaliyotda. Xalqimizchi. Shuning bilan men buni bo'ldi, men cho'qim day bu ishni. Deb shuning bilan avval men o'zimning xabarini o'zim shu o'zim izlab muxbirlarni deb bo'lgandan keyin, anadan keyin bu Ömerkam yo bu ufqub meni mushu Aqsarayga kirdim men. Amerika tashqi ishlarga kirdim. Kirgandan keyin bular men mush isbotlarim bilan so'zildim-da, hammani. Mush isbotli materiallarim bilan. Ash qanda o'tda qo'zgan bo'lsa, qanda tizlandirgan bo'lsa, narimga urgan bo'lsa, qanda qilgan bo'lsa, ashni Aqsarayning ichida Ömerkam shu Loisa degandeklar apadi narimdan to'kilyotdi yosh xuddi mushu sening gapini anglaydi. Mushu anglasa sening vataning ozod bo'ldi degandek bir xil o'y shunda qallamga kiryapti ekan. Qanday qilgan bo'lsa shundoq shu sifatlab berdim-da iliqlarga. Munda o'tag'izdi, yo'lga so'rindiq, munda ekan, munda qildi, anda qildi. Men hozir nurg'un gaplarni qisqartib dedim sizga. Bütün bo'layotgan zulmlarni mushbit anglatqizdim. Hatto meni operatsiya qildi. Gapimni Uyg'ur tarjiman inglizcha tarjima qilib bo'g'ichilik, men hayajonlanib ketib, bir sharatlab ketdim. Meni ma'lum bo'g'vatdi, ma'u deb shunda. Qisam odammi shunda bir xil ish chaqirtib ketdi menga. Sen kelalabsan. Voy deb mushu nastirimni ko'rib, peshonasiga urib, sen qanday eklalding buni? Bu materiallar qanday ko'tarib kelding degandek. Onun bilan bir yarim soatdek paranglashgandan keyin Aqsarayning ichida. Anadan keyin meni bevositalam 2019-yili 9-oyning 27-kunisi meni New Yorkdagi Birlashgan Davlatlar Tashkilotining guvohlik berish yig'ini o'rlashtirdi. Shu o'rlashtirishda hamda bir Birlashgan Davlatlar Tashkilotining ichidagi yig'in zalida Trumpmu, Pompeo efendimmi hammasi so'z qilyotdi. Men bilan Trumpning orliqi hamda yig'in bo'layotgan zalda 5 metr mekanmaydi. Trump ayda o'tirdi, men o'tirmay. Men u Trumpning yig'iniga men qatnashgan yig'inda Trumpning so'zlaydiganini bilmayman. Bilgan bo'lsam men ozroq ingliz tilini yodlab olib kiratdim deyman. İnsan bir xil men endi ashtaq bir nimba menda bir xil azroq qaramliq, azroq lukchaklik ayol kishi bo'lganim bilan ashtaq bir mijozim bor, er kishi azroq mijozim aralashgan. Bu Trump o'tiryotdi, mening kallamga nima kirdi desangiz, bir chaqda boshqa oyoq atgan birsiniki kallamga kirdi. U oyoq shirkatning oyoqlarimi modulib, bütün kanallarda şu boshqa oyoq atgan videolar ko'rinib qolgandan keyin men shu yerda o'yladim. Trump yaşasın, Uyg'urlarga erkinlik yoki Uyg'urlarni qutqizinglar degandek mundaq gapni qilay desam, men Uyg'urchadan boshqa tilni bilmayman hali. Birdamda chaqmoq tezligida menga Trumpning oldiga yugura da mush gapni degan bir ichimdan ashta bir urg'ib chiqdi. Qarasam atrofda hammasi apparat, hammasi televiziya stansiyasi u bu turdi. Men shuni o'yladim, men cho'qim mushni day xalqlarning orasida u chaqda bütün apparat man qarildi, Uyg'ur masalasi shu yerda texmi teshilib chiqdi. Burun shar bo'lib ko'pgan bo'lsa, bu nurg'unlagan muxbirlarning orasida bir ayol kishi mushta bo'ladi deb o'yladim. Men Xitoyda tug'ilib, Xitoyda cho'ng'ildim. Xitoyning bostirishi ostida. Yana menda azroq ming erkakligim bor degan bilan yana bir xil qo'rqinishmi bor. Bir turib o'yladim, men buni gapimni tushuntirib qo'yguchilik. Trump yaşasın degan gapni deb bo'lib, bu nima deydi deb qo'yguchilik atrofdagi qo'g'dug'uchilari pang'ad aytibsa meni.
Ya bu nimişki bunda qilsa degandek menga bir qarışliq bo'lib qolmasin deb qo'rqdim. Buni rost qilmoqchidim. O'ng'ichilik bu tarafning vaqtimi, taraf efendimning vaqtimi bek ozkan o yig'inda so'zlaydigan vaqti. Balkim bir 10 minutdir. O'ng'ichilik gapini so'zlab bo'lib chiqib ketib qoldi. Men bo'ldi, buni cho'qim qil degandek ichimga bir g'oyat zo'r nimani qilib bo'g'uchilik bu odamni so'zlatib achib ketib qoldi qarab. Shuning bilan u kunisi yig'in tugadi. Ertasiga bu haqiqiy menga bo'lgan mening so'zlaydiganға bir faoliyat o'rlashtirdi. Buningda hamda rostini aytsam 30 necha davlatning vakillari bir cho'ng bir yig'in zaliga, bir mehmonxonaning cho'ng bir yig'in zaliga yig'ibdi. Norikam, men, Rishad Abbaskam uchimiz so'z qilmoqchi edik u yerda. Norikam bilan tang mangdiq. Norikam dedi, siz jiddiylashmadingizmi deb. Men dedim, men bularni tanımayman. Bu haqancha bir yana boshliqlari bo'lib ketsa-mu, men uchun bir odatdagi odam, men tanımagan ekan bularni. Men qo'rqmadim dedim. Desam shuni ular men jiddiylashayotman afkam dedi. Siz chunki ularning qanday ministr, qanday boshliq ekanligini bilasiz. Men uchun bular odatdagi odam qo'y dedim. Dedim, yo, ishxonaning shu yig'in zaliga keldim. Kelishdim burunla akam menga telefon qildi. Akam nima ish qilayotgan bo'lsang, ash menga vaqtimda. Akam telefon urib menga dedi, dadam Bekirning qishdiki. Bekri degan abay men ashu saqchixona deb berdim, do'stlik yo'li saqchixonasi 37-24-110 degan. Ash saqchixonaga ursanglar Bekri degan o bizning saqchixonaniki muavin so'jangsi ham deb. Shuning bilan o Bekri dadam Bekirning qishda nima ish qilayotgan bo'lsang o'zingni tutib ol, besib ol degan telefon keldi. Deb yig'ilgandek bir xil ohangla. Ufka mundaq qilma, bizni o'ylang debchi. Xuddi o yig'indan Xitoy ma'lum app bo'ldi, ma'lumot. Bugun ashada guvohlik berdiganligimni. Shuning bilan bizning uydagilarni bular ko'rib olgandek meni akamni so'zlatkizdi. Shuning bilan shundan keyin shuytibman unda dardim. Shuning bilan bo'ldi, meni unutib ket bo'ldi. Meni o'lganga chiqirita bo'ldi dedim. Haliqi o'zimmi haliqi bir nimaning ichida turyapman. Shu uydagilarga degan gapim shu bo'pti. Men o'lganga chiqirtinglar bo'ldi. Men sizlarni tunmaysizlar, men tunmanglar. Shuning bilan yig'in zaliga kirgan hamda alayda bir xil avvalda men odatdagi bir yerda so'zlayman deb o'ylablam hech qanday bir tamtirmay kirdim. Kirsam o yig'in zalining oldidagi qo'yilgan, chiqilgan masjidlar, men hatto vatanda og'zimdan deb bo'lamagan ko'rinishlar. Haliqi kichik bolalarning yig'layotgan nurg'un masjidlarda chiqilgan masjid deydi, mushu tutilganlarning mahbuslar bilan kiyayotgan, xuddi men kiygan haliqi turmadagi kiyimlar, ko'zam bilan ko'rgan masjidlarning nimalari, u ajoyib yig'in zaliga kirgichlik, haliqi yig'in zalining oldiga qo'ygan rasm bir narsalar mening yuragimni texim o'rtib yig'in zaliga kirmay turib men ashning ichidagi kirmay turib teshidagi ashu zalning teshidagi rasmlarni ko'riblam mushu gilimdili tutdi bu alaqa bir xil ochiqlarchu teximim mishirimga kelib qoldi. Haliqi yig'lamayman, cho'qim bardashlik berib mushu gapni deb tugitma deb kirgan odam haliqi o'zligimdan mush gilim bo'g'ilib haliqi gapni aran alda aş 30 neçə dövlətlər vəkilinin aldıda muşu Uyğurlarga bulunatqan muşu qırğınçılıq hesabda. Şu çağda dedim bizge qırğınçılıq bulwadydy. Ayallarni to'g'mas qo'yib bardı. Zavodlarni içip ayallarni ikki tarafga bölüp bardı. Uyg'urlarni majburiy bo'g'ish operatsiyasi qilib to'g'mas qilyapti. Hatto menimi qildi. Men ash yig'in zaldimi dedim. Tashqi ishlardimi dedim. Meni mushu to'g'mas operatsiyasi qilyapti. Meni tajriba qilinglar dedim Amerika hukumatiga. Meni tajriba qilinglar. Men o'lib ketsam rozi deb men qo'l qo'yib beray. Xitoy zodi qandoq usulda, Uyg'urlarni qandoq yusunda operatsiya qildi, qanday yusunda to'g'mas operatsiyasi qildi. Men tajriba bo'lay. Men o'lib ketsam rozi. Lekin boshqalar bu kunni ko'rmasin. Bu bir ig'ir azob deb tashqi ishlardimi hatta Oqsaroyga kirganda bu mushkapni degan. Men tajriba bo'lishga roziman. Mana men tajriba bo'lishga rozi. Qachon meni operatsiya qilmani saqlamay rozi degan.
Şunu bilan yig'in zalda birinchi bo'lib meni so'z qilish taklif qildi. Endi birinchi ozroq huduqish bo'ldi. Ikkinchi taladil kayfiyatimni buzib oldim. Masjidlarning chiqilgan masjidlarning turmada yetayotganlarning bolalar lagerlarining rasmlarini ular shunda chiroyli tahrirlab chiroyli tiz bo'pti ekan. Shuni bilan kayfiyatimni buzib oldim. Shundaqdimi berilgan vaqt 20 minut. 20 minutning ichida yig'in zaliga qarasam shundaq chiroyli qizlar degan yog'liqlarni shunda o'rab kiribdi musulmon davlatdan kelganlar. Ularni ko'rib bir ko'nglim yerim bo'ldi. Chunki vatandagi Uyg'urlarimiz azaldan yog'liqlarni boshlariga otib yurayotgan qizlarni baraqlam yo'lda ko'simi kesib, yog'liq chegding deb tutib anda qilgan ekan. Shu texmi ko'nglim yerim bo'ldi. Shu yerda endi qisqagina 20 minut bergan 20 minut vaqt ichida tezlikda yig'lasammi gilim itilib qolsa-mu ish qilib tez usulda bu gaplarni bütün 36 davlatlar vakiliga guvohlik qilib berdim. Shuning bilan ertasidan boshlab bu Pompeo apandimning nurg'un meningki qilgan so'zimdan ta'sirlanganligini mushundoq shu kundan boshlab burun qandoqki uni bilmadim. Shu kundan boshlab ayollarningki mushu majburiy tug'mas qilib etish deganlar xabarga jiqaroq chiqadigan mushu guvohligim chunki meni operatsiya qil, meni qanday qilgan bo'lsam meni tajriba qil degandan bu aniq bir endi men oldiga kelgan pishiq bir paketda endi aniq shuning bilan bu ishlar mushu tug'mas qilish endi lagerning ishlari biraqur mehrgulmi debdi Gulbahor Jillova hadammi debdi bu lagerning bo'atqanligiga butun dunyo ishondi hammamiz bildi lekin bu tug'mas qilishga menga endi aniq paktliq insonman bo'ldim. Shuning bilan u yerdan chiqqandan keyin yig'inda shu 20 minut vaqtni qo'ldan bermay chiroyli guvohlikni berdim. Chiqqandan keyin men 200-300 muxbir orig'i oldi. U kunisi endi qo'limdagi bu materiallarni ko'rsatadigan hech narsa yo'q, lekin evagan. Bu materiallarning orasidan mushu rasm qandoq bo'lib bu materialning ustiga chiqib qopti. Bu muxbirlar so'radi, Xitoy bilan Uyg'urni tuqqan qilamdi, rost uylaringlar kirib yotamdi degandek bir muxbirning gapi chiqib qoldi. Hali qiyada bu rasm qanday materialning ustida borkan to'q. Mush ko'tadimmi vaqadim. Maning orasida ayol kishi bormi, xotin kishi bormi, sizlarning qizinglar bormi? Mushundaq dafsandichilik uchratimiz biz. Bu bir xuddi Xitoy hukumatı maslahatlashib olgandek turmalarda bo'lsin yoki sirti bo'lsin va yoki nada bo'lsin Uyg'ur ayollarga tajovuz qilinglar, bosqinchilik qilinglar, bularni nimasini tugatinglar, naslni deb yuqoridan buyruq tushgandek mushta ishlab o'tadi. Endi u yerda shunchalik ta'sirli bir ish bo'ldi. Chunki bu Xudoyim mushni deganda qilib bu rasm oldiga chiqib qoldi ekan. U chog'dagi ta'siratim endi o'zim bilamanda endi bu uyang aktima, kech akab qo'yma, atak akab qo'yma degan gap. Shu chog'da bir ona bo'lish sifatimdagi hissiyotimni shu yerda biroqlam urg'ib teshiblam chiqib ketdi. Shu o bir 200-300 muxbirning orasida qoldim. O amallik saqlag'uvchilar mayoqqa mangdaydi, ular taxi gap so'rab ketyapti. Mening taqtabbagim gap ketyapti ularga. Hatto shu amallik saqlag'uvchilar ket degan siri men u amallik saqlag'uvchilarga ochig'im kelib, bir anglasumamdi, bilsumamdi degandek. Shunda qilib yurib u yerdagi guvohligimni tugitib, anandan keyin biroqlanmish Amerikada nurg'un, masalan CNN, BBC degandek muxbir nurg'un yerga hamdi. Cho'ng kichik demay, hozirga qadar shu kunga qadar men bir muxbirni qochirayotgim kelmadi. Chunki bir odamning bo'sini bilib, buni texmi uqib Xitoyning abdi basharsini ijig'vog'inim yaxshi deb bir muxbirni qochirmay so'zlab keldim. Shuning bilan 9-oyning 27-si men guvohlik berdim. 10-oyning 12-si ya'ni 2019 10-oyning 12-kunisi men bütün urug' tuqqan do'st birodar hamma odamni undidorimda juvatdim dedim-ku. Bizning mahallada bir do'kon chibatdi. Say do'kon talla bozori endi. Bu undidorimda shu bir Xitoyningki biz telefon qilsak, masalan 10 may guruch desak ochiq beradi-da Xitoy.
Öndedardan gap qılatdı onunğa. Şu öndedarda bir uçur keldi. Bu kimdamdi deb qarasam, aş Xitoy yaxshimsan, bormisan deb xat yozib keldi. Xo'shaqmidi dal Xitoyga. Oy, nimda qildim Xitoy deb gapni qaytarmadim. Qaytarmay shuninglar birdan turib, "Məldə bir iş oldum ya. Bu hiç kim Uyğur hech qanday urug' tuqqan do'stlarim bo'lmasa mening undidarimda" deb bir mushunga gaqib baqaychu deb shuni bilan uningga ha men bor nima bo'ldi deb yozdim. Yozsam dadang o'lab ketibdi. Hozir hammasi sening uying dadangning uy tarafga qarab ketyotidi dedi. Degandiki ishonmadim. Chunki dadamni men endi beklam endi timan bir odam edi. Hatta 70 yaşga kirganda haramga borgandimi nurg'un shu mang'amay qolgan harakatda ojiz shundaq bizning vatandan borgan boshqa Uyg'urlarga ashta yordam qilib, hatto nurg'un bolalar ota-onasi haramga borgan yosh bolalar kelib dadamning qo'lini tutib, "Bojimga rahmat, sizlar opamga manda yordam qilibdikanlar, dadamga manda yordam qilibdikanlar, bek tallari omon bo'lsin" deb bek qalaqi ashunda qilib ketadi. Chunki bek sog'lom, bek sog'lom. Hatto saygimi o'zi ko'ktat bozoriga berib, jirag'roq yadiki, esilroq yadiki. Ashtaq ko'ktatlarni o'zlari ekilib, mengishim shunda chaqqan. Hatto menmi ulgurib bo'lmaydim dadam bilan bilmasam. Yosh kuching bo'lgan bilan bek tiymandi. Shuning bilan 2019 10 ayning 12 kuni ashta xabar keldi. Kelgan ishonmadim buningga. Shunda tiyman adam qanday bunda bo'ldi deb. Shuningla oxiri vaqtda dedim, unda qilma, menga bir video tortib avatgan atrofni. Zodi shumi men ishonmayapman gapingga desam, rostlam dadamning uyining oldini video tortib avatadi. Kelgan mehmonlar dadamning uyining oldi bilman qanday dadam uyi ekanligini. Qarasam akalarimning bolalari ashada yig'ilgandek videolar bor. Hattoki ondan keyin ishondim. Shuningla Xitoydan bir isbot evirish uchun gap so'radim. Chunki Xitoylarning telefoniga o'xshash Jingwang Weishi ya bo'lmasa telefonlarni tekshirish degandek, yoki eshiklardan o'tish degandeklar bo'lmaydi bularga. Yeshil chiroq degan shu endi. Shuning bilan video tortib avatgan desam, nechpoch videoni tortib avatdi. Avatgandan keyin bu Xitoydan so'radim men. Qara, bu dadam nima bo'lib tugab ketdi, sen bir so'rg'ini qilgan bo'lsang desam, u Xitoy inni qilib xatni yozdi. Endi yaşanğan adamni saq chiqanda bo'lsa nima bo'lmoqchi deb boshladi. Saqchilarniki nimasida bo'lsa qanday bo'lmoqchi? Shu hammasi sendan ko'ryotidi deb. Hammasi sendan ko'ryotidi. Sen sababli dadang o'lib ketdi degan xatni yozdi. Endi to'shavelini deb. Saq chiqanda degandek. Uning ustiga haliqi guvohlik bergan vaqtimdami akam dadam Bekirning qishda gap qilmang degan gap bor. Shu isbotda endi dadam Bekirning qishda degan hatto saq chiqqanligiga telefon qilib Bekir Sojang bormi desanglar bor biladi hamdamiz. Ashani Sojang evi. Ondan keyin shu necha kun 9-ayning 27-dan 10-ayning 12 kunisigacha bo'lgan shu 10 necha kun oraliqda bularni ig'ir qiynig'ini iniqamdi. Şunun bilan dadamni endi 100% bu Xitoyninki quli bor o'lib ketishida deb o'ylaymiz. Ig'ir savol so'roqlar. Balkim men ishga kirib chiqqan, men u Xitoyning qanday so'roq qilganligini, qanday besim solganligini bilmayman. Endi 70 yoshga qayri cho'ng odamga unda besimlarni haqiqatan biz ko'tarammidik, ular albatta ko'tarammaydi. Şunun bilan ta hozir qadar diqqat qildinglarmiki? Başqalar urug' tuqqanimni ko'rsat, aloqalashammidim deb ashta desa, mening u gapni degim kelmaydi. Chunki cho'qim mening qarindoshlarim endi bir Xitoy dukachidigan Xitoyning deyishcha, men sabablik dadang, sen sabablik dadang o'ldi degandikin, akalarimmi balkim meni, urug' tuqqanlarimmi balkim meni to'g'ri tushunmasligi mumkin. Mushu dadam sen sabablik o'ldi degandek menga bir aloqa besim bo'lib qolgandek cho'liqi telefon qilsamlar menga qaqshab sen jim tursang mushtash yo'q yo bo'lmasa gap qilmasang mushtash yo'q deb. Chunki ularmi chet elga chiqmagan ham bu ichki ishlar bek maxfiy tutildi bizning vatanda, o'zingiz bilasiz. Nurg'un ishlar maxfiy holatda deyilmaydi bunday gaplar.
Kimning o'lgan, kimning endi atrofda mush 2016dan boshlab lager kirib ketganlarning tutilib ketganligini, o'lib ketganligini angladik. Undan burunqi xabarlarni hech qanday yerda deyilmaydi. Masalan, hech qanday ish bo'lmaydi. Şuna agar ularmi masalan chet elga chiqqan bo'lsa, bu Xitoylarningki chet eldagi pash bo'lingan narsani ko'rgan bo'lsa, ularmi menga o'xshash cho'qim moda bo'ladi. Lekin uydagilarimga telefon qilishni yoki uydagilarimni ko'rsat, yo uydagilarim nada deyishni hozir men petinib ulardan so'rab, yo ular bilan aloqa qilishni xudim men saatda odam o'lib ketgandan keyin ularni jitim qildim hisobda o'zimga o'xshash. Men bu gapni so'rayolmadim, ham aloqalashishni xohlamadim. Ta hozirga qadar cho'ng kichik muxbir demay hammani kutyapman. Hammasiga o'xshash mush ko'rgan, anglagan, mush isbotli narsalarım bilan deb beryapman. Vatanda bo'lgan ishlarni deb beryapman. Bu Xitoylar mushu Urumchiga mushu tekshiruvchilar kelsa, hatto bizga o'xshash masalan uyda katallik bor oila jiqqo masalan mening necha do'stlarimning yo'ldoshi Pokistondan yo'q u yerdan. Endi a'lari bo'lsin bo'lmasin bizning uyda maxsus kelib yotadi. Masalan mushu o'lsi degandeklar bordi-ku vatanga tekshirgili bordi. Shundaq ahvolasida Goboda deymiz, ashta Goboning odamlari bizning uyda necha kunlab yotadi. U Xitoy tuqqandan sirt uyga kelib yetib bizni ashu balki chunki nimishga desangiz bu Uyg'urlar ularga 100 dirani deyolmaydi, yurak yo'q ularga. Masalan chet eldan muxbirlar kelsa, bizni undaq qotidi, mundaq qotidi deyolmaydi. Chunki u muxbirlar ketadi, biz yana qolamiz u yerda, hech qanday yerga boramaymiz. Fikr erkinligimiz yo'q. Chunki ma chet elliklar ularga o'zining tili bo'lsin, ingliz tili bo'lsin bu gapni tushuntirib deyalaydi. Undaq emas, mundaq amaliyotda bular mundaq qotidi deb bular chet elliklar bek bo'lsa chigirdan chiqarib o'tadi deyalaydi. Shunga bundaq ahvol ostida bizning hamma uyimizda, hammamizning uyda bu Xitoylar shu Gobon odamlari yotadi. Anadan keyin bu men mashaq mangadigan oz qolgan vaqt, ya'ni 2019-yil 12-oydamiki, 1-oyning boshlarımiki, 1-oyning boshlarımiki 2019 1-oyning boshlari. Dadamning uyiga kirsam, aholilar komitetidan ya'ni bu saqchixonadan necha odamlar uyda turdi. Qo'rqib ketdim, cho'chib ketdim. Dadam chunki 5 vaqt namoz o'qiydi. Hatto masjidning kotiblik ishini qiladi. Pul berdigan ya bo'lmasa u bu ishni, butun masjidning ishini dadam qiladi. Shuningdek bu asrdan dadam hojim bo'lib kelgan. O'yin bo'lganda deb soqchi kiyimimi bor, sho'chunimi bor, 10-20 dak adam. Nim bo'lganda deb shu uyga kirsam qo'rqib ketdim. Bular o'tag'an. Bu birdan o'tadim gapni parasash o'tasam tekshiruvchilar kelgan mush Urumchidagi cho'ng masjidlarni arlaplam bunda tekshirib qoldigan avvallarmi bor ekan bularning orasida hojimka sizlar bir xafa bo'lmay mushu men bor ko'zim bir ko'rgan ish mushu men yana bor vaqtda atlikka biz atiga yoqi Chingjeongdamda hamda madaraqi tozliqchilarni akilib Xitoylarning o'zlarining tozliqchilarini masjidlarni chiroyli tozalab qo'ydik, aytib qo'ydik, hozir aytib tozlatadi. Hozir baki aynaklarni aytadi. Atlikka tekshiruvchilar to'satdan kelib qolsa, sizlar mushlarning oldiga chiqib, mushu 5 vaqt namozni biz o'tayotimiz. Issiq suvlarimiz 24 soat bor degandek mushundaq gaplarni deb bergan bo'lsalar, deb boshladi dedi. Degandan bu sho'chidagi, masalan, aholilar komitetida ishlaydigan bolalar Uyg'ur deb birishkisi. Dadam dedi, "Hey, ansiratimman men. Yani masjidga chiqding deb bugun chiqarib, ertasi meni akatmaydigansizlar" deb dadam ashta chaqchaq qildi uning. Qisi yo'q, hojimka, hargiz unday emas, tekshiruvchilar keldi, kelsa, sizlar xil gaplar joyida, xafa bo'lmay ashlarga bizning masjid 24 soat issiq suvi bor. Hech qachon bizga diniy erkinlik yo'q emas, bor degandek gaplarni qilib bergan bo'lsalar, deb dadamga degandim, men yana ansiratimman desa, lipopa, qizil lipopaning ichiga bir vaqt namozga 20 qo'ydim, mana bu 100 qo'y deb ashtaq tashlab qo'yib, ular yana dadamning uyi emas, yana boshqalarning uyiga kirdiganligini, mana ishonmasa biz qizil bo'loq berdik, biz o'zimiz bana kepil yezvaslar bo'lmasa sizlarni hech kim qilmaymiz, atlik ashlar oldida qilib bersizlar mushni deb. Hattoki mush tekshiruvchilar kelsa, mushlarning ko'zini bo'yash uchun mushu 20 qo'ydim bir vaqt namozga, ya'ni bir kunlik namozga 100 qo'ychandan pul taqib
Aşında qilgan. Men bu vatandan chiqib ketadigan vaqtimdagi ishlar. Ondan keyin yana bir eng oxirida deydigan gapim, vatanda masalan turmaning ichida Uyg'urlar siqilyotidi, Uyg'urlarni qiynayotidi. Turmaning sirtidagilarni tiq qiynayotidi. Hattoki jasadlargami, yerda yotgan jasadlargami aram bo'lmayotidi. Bularnimi yani biz ishiltimiz. Ya bizdinki hozircha bu jasadlarni aktinglar, nadim bo'lmasin degandek. Mening opam 97-yil tugab ketgan. 97-yil tugab ketib bu 2016 2017 bir qatam bu qabristonning yerimini olib ketdi. Yo'tkidi. U chaqda bu to'satdan bir uqtirishni topshirib oldik. Olganda mushu qabristonlikda egisi bola kep tizimlatinglar. Manda alaqi urug' tuqqanlari ko'milganlar bo'lsa deb. Bardoq barsaq, qabr ko'chirish ishxonasi deb bir ishxonaga kirgandan keyin bu yerda qabrlarning mushu qabr qilgan ya'ni hukumatning o'zining ishlatadiganligini, bu yerga qurilish tushadiganligini, ya'ni uzoq o'tmay bu yerga alaqi to'p qazish mashinasi kiradiganligini, agar agetkisi bola aktinglar, agatmasanglar bu yerga mashina savitimiz deb buyruq tushdi. Tushgandan keyin biz u yerda opamning qabrisi batdi. Ondan keyin bular yani ko'z tupamidi. Naga birib ko'msa, naga qo'ysa. Aktinglar dedi. Naga aktimiz uni. Muslarning hammasi jasad. Mana. Muslarning hammasi jasad mana. Nomer qo'yuqliq. Nomer qo'yuqliq. Mana. Nurg'un rasmlar bor buni ichida. Mana shunda taqtayni qo'yib, shunda nomer qo'ydi. O qabrdan tatib chiqayotgan rasmi bor. Mana shunda mush jasadlarmish. Hattoki mana to'p qazish mashinasi. Mana o'zining uyidagi ustixonga aylanib ketgan jasadlarni yig'ib ayol saqlab turyapti hozir. Bira chiqarib berdi, mana bu jasadlar oldida turyapti. Mana shunda nomer qo'yibdi. Mana egisi bolaninkiga. Jasad butun chiqsa, mana o'xshash butun chiqib qoladi ekan yerdikini ko'rgansiz. Butun chiqsa, buni sundirib abaqadek jasadni. Başta pompalab o'zi ashta qilib birdi ekan. Bu bir ajoyib bir ko'rinishda hamda. Buni shundoq pompalab uzun butun chiqqan jasadlarni bir yerga yig'ib, hatto ovozlar chiqdi ekan ustixondan. Qaras qurus bir yerga akilib. Buni yani ko'z tupamaysizlar. Buni ya bu to'p qizish mashinasining ichida qoladi yoki buni hozircha o'zingizlar saqlab tursizlar. Har bir uyning yer ostida masalan bina uy bo'lmasa odatdagi o'zimizning sog'a uylarimizning ustida, o'gizda shulyolarni yepib ashta jasadlarni uyimizda saqladik. Yani ko'z tupamidi naga qo'ydigan. Shuning bilan u Qashqar Xotanda mashtaashlar yuz beribdi. To'satdan yani ishiltimiz degandek. Uning oldida bu qabristonlikdagi masalan qabrning tashiga masalan azroq islomiy kalimalarni yozib, anadan keyin marhuma palonchi yoki marhum palonchi manchinchi yildan manchinchi yilgacha o'lib ketdi, mana tugab ketdi. Allohga jannat ato qiling, amin degandek gaplarimiz bo'ladigan qabrning tishida. Xuddi mushu oyatlarni ko'zimiz ko'rmasin, sen haqning degandek qilib
Qabristonlikqa opamning beshiga borsak, shunda chiroyli yezib qo'ygan oyatlar bordi. Osh butun buzg'unchilik uchirgandek, osh qizil sirni elib, oq sir, qizil sir, ko'k sir, shu ahalla komitetiga halaqa buyruq tushirib, mushu qabristonlikdagi butun mushu oyat bala narsa bo'lsa, mushu sir o'raytinglar. Bu o'lakning beshidagi oyatlarda nima gunoh? Masalan, shu yo'qotish deganni tip yiltizdan deblam bo'lar. Masalan, o'yda Qur'on bo'lmaslik, mush islomga oid hamma narsani yo'qotish. Biroqlam. Boshda bu qabr beshidagi ism, Qur'onchi gaplar, hamma narsani bu sirlar bilan o'chirib mashunda qilayotgan. Ondan keyin biroqlam Xudayliqi qabristonlikqa borsa, oyat o'qib oldi, yo Qur'on tilovat qilib oldi, demdikin uni bilmadim. Bu qabristonliklarni ashunda yo'q qilamiz degandeklar yerga nima solamiz, to'p qizish mashinasi solatimiz, ishtik aktinglar deb. U ko'nlarga aniq o'xshash yig'ishtiradi. Masalan, yangi qo'yilgan jasadlarchi. Xali butun jasadlarni chiqib ekan u yerda, xali chirimagan butun ashno yig'ib yo'gab hammamiz uylarimizga akatdik. Bir oydak dahi 15-20 kun bir oydak saqlagandan keyin Ürümçinin Lyodavan bilan Chidavandek bir yerlarining shu bir tog'ning orasida insi jin berib boqmaydigan bir yerga mana manandek narsani sepadi. Mushuning ichiga solsa. Hamma odam jasadni ashning ichiga soldi. Agar uning butun chiqqan jasadlarini yig'ib mashundaq kichiklatib ustixon qilib o'sha ichiga saplam ustini yana simonot bilan ititigan. Demak bu bizga bo'linayotgan qirg'inchilik turmalarga sulashdan boshqa hayotlarni turmalarga sulash, kallasini yuyish, ikkinchi turmaning sirtidagilarga mashunda Xitoy tuqqanlarni akirish, bularni mashunda ideyasini mashunda o'zgartish. Uchinchi mushundaq jasadlargachilik bizga dafsandichilik mana mushundaq. Ayollarni mushunda tug'mas qilish, erlarni ayollardan orib zavodlarga olib ketib, bularning yana tug'ish nisbatini tuvallatish. Masalan, erni ishga kirgan ketdi, ayollar bir yerda degandek. Bu bostirishlarning qaysi birisini ham deb o'tag'ili bo'ladi. Men shuningga o'zim ko'rgan, bilgan mana shu ishlarimizni abay deb o'tgandim. Mana mushundaq birli darvozdan. Chiroyingizni shu apparatda to'naydi. Mana. Izchillik bilan bu mening o'ltiraq rayonim, o'zimning mahallamdagi. Men mushunga oid hamma narsani o'zim tatib olib mush rasmlarni-chu. Men tasvirlash ba'zida ojizlik qildi ekan adam. Mana menlar ko'ringlar deganni qilib. Ondan keyin mushu do'konlarga yeliqandek bir uning rasmi hozir ko'rsatay. Bunda bir apparatni bekitibdi. U apparat bog'liq do'konlardan siz xohlagancha masalan pichoq bu olsangizmi uni cho'qim bosadi. Masalan Talla bozordan gumonliq degan narsalarni hukumat bular topshirayotgan tijoratchilar qo'llanmasi degandek bir kitob bor. Ash kitobdagi narsalardan qaysi birisini aholilar yoki bo'lmasa sirtkilar setib olsa, uni cho'qim aholilar komitetiga anga oldirish. Masalan pichoq, qaycha, palta degandek narsalarni cho'qim aholilar komitetiga anga oldirib, bunaqa kimlikni tushirib ashunday qilish. Ondan keyin oshxonalarda bor bo'lsa, bu oshxonadagilarga bir balki halalni yemayman degandek-chi, masalan harom bo'lsa yemayman degandek gap so'zlarni qilgan va yoki oshxonang halalmi, harommi desimi, tomoq oshxona masalan mushu lavazlarni ishlatganlarga shu soqchi udul ulindigan narsa bu. Mana bossangiz soqchixonaga ulin. Ashunda. Endi bu tijoratchilarning masalan gumondorlik ahvollarni bayqasangiz mushni chaqiring 3 minut kep bo'lamiz. Deb shu har bir do'konga shu narsani o'rnatyapti. Endi buni ichida o'ylab bakın uyimizda texe eshikdan kirganda bu skanerlaydigan narsa bor. Tor ko'rgich texe apparatlik davatimiz. Eshikdan kirsak mana shundaq yuzimizga skanerlab birisining uyiga birisi kilanmaydi.
Hattoki avval soqchixonaga berib o'zining bugun bir kecha akamning uyida qo'naman deb isbotni elib anadan keyin ko'nib ketdik. Birsini o'zi uyga birsimiz bormoqchi bo'lsakmi avval uyning egasidan so'ramaymiz. Avval soqchixonaga berib qo'nsam bo'lamdi bugun bir kecha desa bo'ladi degandan keyin andan keyin uyning egasiga bugun men qo'nsam bo'ldi ekan soqchixonada isbot oldim deb ashunda qo'ndigan gap. Bir shahardan bir shaharga bog'lib bo'lmaydi. Voy u xuddi chet elga chiqqanda men qanday rasmiyat bajargan bo'lsam bir shahardan bir shaharga ashundoq isbotlarni ilib soqchixona sho'chu hamma yerdan tamg'ini bostirib qo'limda ivilib ashta ko'tarib yuriyman. Meni hukumatdan chiq degandek. Bo'lmasa u virus sababli emas, men bor vaqtimdan tortib bir shahardan bir shaharga xuddi chet elda yashasangizmi undaq pek tez kunga qolmaysiz ashundoq. Endi bu bir ig'ir vahshiy bostirishlar. Men bu yerga chiqib so'zlaganim ashundoq ishlarni ko'zim bilib ko'rib, beshimdan kechirib o'tdim. Shunga bu dunyo xalqini bizga bo'linayotgan bostirishlarni dunyo xalqiga anglatib, ovoz yo'qda bizning xalqimizning. Ya ular chiqolmaydi, pasportlarini taqbermaydi. Men bir yo'lishim chet ellik bo'lganligi uchun chiqa oldim. Chiqqandan keyin men ularning ovoz bo'lishim kerak. Boshda men qo'rqqan. Boshda Washington Post guvohlik bergan vaqtimda azroq qo'rqdim. Qo'rqqandan keyin yo'lishim menga bek turtki bo'ldi mush gaplarga. Unda qilmang, biz nim deyishgan, biz ash tug'mas operatsiyasini qilganda ikkimiz o'tirib nim deyishgan, buning cho'qim biz Xitoyning atti bashirsini dunyoga oshkorlaymiz deyishgan-ku deb. Endi bu bizning hammadan Uyg'urlarning ojizligimiz nima? Hozir nima uchun sizlarda bunda ko'plab alaqay guvohchilar chiqmaydi deganda, bu dunyoda bir pastkashishdan birni bu Xitoy qiladi. Nima ish desangiz, siz bir ish qilsangiz siz bilan ketmaydi. Sizning urug' tuqqan, dadingiz, akangiz bularni go'rib elib oladi. Endi uy deganda, oila deganda har bir oilada sizningki dadingiz bo'ladi yoki endi tug'ilgan kichik farzandlar bo'ladi. Men sababli shu farzandlar dadisiz, onasiz yoki qayr bovaylar soqchi turmalarda ko'rib shu mushunda bo'lib qolmasin. Hatto mening beshimga keldi meni bevasita. Men guvohlik berganligi uchun dadam o'ldirildi. Xitoyning ig'ir bostirishi. Ashuningdek endi guvohchilar nima uchun dajiq chiqmaydi desangiz, bizning ojizligimiz shu. Xitoy bizni mushunda qilayotgan. Shunga guvohchilarimiz oz. Lekin endi mushunchalik g'ayratga kelib biz dunyoni mushu bo'linayotgan ishlarni ko'rsgan, bizga bo'lgan qirg'inchilikni ishtirak e'tirofga olgan degan maqsadda tinim topmay guvohliklarni beryapmiz. Dunyo xalqi bizning gaplarimizga ishinyotdi. Ishongidek ishlar, chunki biz isbot bilan so'zlayapmiz. Yuqorqi deganlarimning hammasi mening beshimdan o'tgan ham bevosita boshdan kechirgan ishlarim. Bu bir haqiqiy bo'lgan ishlar. Ham beshimdan men bevosita o'tkazgan ishlar.